3 qo'shuv 2 nechi bo'ladi? 5. Malades. Anvarda 3 ta olma bor. Do'sti unga yana 2 ta olma bersa, unda nechta olma qoladi? 50 ta. Yo'q. Yo'q, 50 ni enangnikidan oldingmi? Agar Anvarda 3 ta olma bor bo'lsa, do'sti unga yana 2 ta olma bersa, hammasi bo'lib unda nechta olma bo'ladi? 50 ta bo'lmasa, 42 tami? Bu o'g'lingiz g'irt to'poy. Ustozi gapirganda ko'tini qisib quloq solish kerak edi. O'zim o'rgataman. Sen nervist qilma, xo'p? Bolani kaltaklash noto'g'ri. Yo'bbani vrot. So'kinma. Qanaqa bola bo'ldi bu? Hop. Bu eng oson masala edi. qara o'g'lim. Bilmayapti. Quloq sol o'g'lim. Javobi 5 bo'ladi. Demak, Anvarda 2 ta olma bor edi. Do'sti unga yana 3 ta olma berdi. Anvarda jami nechta olma qoladi? 40 ta. Yo'bbani vrot, ha? Mayli qara, balki yaxshi eshitmay qolgandirsan. Javobi 5. Xo'sh, Anvarda 2 ta olma bor. Va do'sti unga yana 3 ta olma bersa, unda nechta olma qoladi? 45 ta. Oyog'ini